Bozordan eng oldi buqasini ko'rsatamiz sizlarga. Polni aylantirib ko'rsatamiz. Assalomu alaykum rahmat arkadaşlar. Mana bugungi videomiz Ishbek bozorida katta bozor bo'ladi. O'zlaringiz ko'rib, mollarning narxlarini tanishtirib chiqamiz. O'zlaringiz ko'rib, bitta like, bitta bosishdan chiqmasin. Video oxirigacha ko'ringlar. Mana biz sizlar uchun xizmatdamiz. Mana bu kuchamizda 30 ming so'm egasi deyapti. Polni obzorini ko'rib chiqing, bozorga chiqqanini oxirida aytaman. Yigirma olti ming so'm bozor so'rayapti. Bu puliga arzidimi yo'qmi? Bitta kommentga yozingizlar. Bozordan eng oldi buqasini ko'rsatamiz sizlarga. Polni aylantirib ko'rsatamiz, keyin bahosini tanishtiramiz, ko'rasizlar. Bo'yi 1.60. Narxi 50 ming so'm egasi deyapti. 36 ming so'm so'rayapti. Qassob akalar bor bo'lsa bir necha kilogramm vesi bor, shuni aytib ketingizlar-chi. Chorni pestr deyapti. Belarusyaniki deyapti. Egalar tarif shuncha deb zo'r tarif qilyapti-ki, 18 ming so'm deyapti ekan. 16 ming so'm bozor so'rayapti. 16 ming so'mga yosh 1 yoshlarda deyapti. 16 ming so'mga savdo bo'lmadi. Mana. Bo'yi mana shu stekadan bir 10 sm baland. 30 santimetrdan mana 30 santimetr chiqmaydi. Bir 20 santimetr ham ekanman. 24 ming so'm ekan, 23 ming so'm ekan. 21 ming so'm. Mana 21 ming so'm. Mana buqalar hamma tarafdan ko'rsatamiz. Bozorni savdo qilib ko'raverasizlar. Savdo bo'ldi 13200 so'm. Bo'yi stayka bilan bir xil, mana aylantirib ko'rsatamiz. Ko'ryapsizlar jasadini. Boqiladi bular. So'yganlar boshqa narsaga bo'lmaydi. 13200 so'm. Bu buqani ko'rsa yana savdo bo'lgan buqalardan. Buqa ham dayon buqa ekanlar, ko'ryapsizlarmi? 14,5 ming savdo bo'ldi. Buni jasad tanasini ko'rib turibsizlar, ariq emas. Buni qarangizlar. Jim bersa jiydigan nimalardan ekan. Orqa tarafdan ham ko'rasizlar. Bitta like esdan chiqmasin. Ya mo'sha kerak. 23 ming so'm deyapti egasi. Buqalarning narxini sizlarni tanishtirib chiqamiz bozor bo'ylab. Shastay. Mana kallasidan, polnisda, oyoqlari bilan buni ko'rasizlar. Yigirma ming 500 so'm bozor so'rayapti. Sotilgani yo'q, sotiladi. O'n 16 ming so'mlik nimamiz. Buqalarimiz. Bozor 14,5 ming so'm qildi. Arga tarafdan ham ko'rsatamiz, mana taraf. 14,5 ming so'mga bermayapti akalar. Zo'r narx bo'lganmi yo'qmi bir kommentarga yozinglar-chi. Bular chappa tarafdan yurmadi. Ha. Mana. Bular nech pullar xabaringiz bormi aka? 15 mingdan ekan. 15 ayna. Hamma shu yo'qmi? Buni 15 minglar qanchadan? 15 dan ham. Uchoy ham 15 mingdan ekan. Muomalasi bor. Bu egasi aytaveradi, narxni qilsangiz olib ketasizlar.
Mana old tarafini ko'rsatamiz. Yigirma ming so'mlik buqa. Mana bulari 18 ming so'mdan ekan. Ko'rasizlar. Menimcha arzidimi yo'qmi qani? Orqa tarafdan ham ko'rsatamiz, polностью ko'ringizlar obzorda. 20 ming so'mda orqa tarafdan ko'rinishi, bular mana 18 ming so'mdan. On 18 ming so'mni buqa. 15 ming so'm so'rayapti bozorda. Ko'rib, endi arzidimi yo'qmi o'zlaringiz baho berasizlar. Sizlar uchun orqa tarafdan olib video ko'rsatamiz. Shu striya ekan bular. Ha. Gavdasini qarang, to'shini ko'tarib turishini. Ocha-bacha yana bola. Bolasi urg'ochi. Hamma tarafdan aylantirib ko'rsatamiz. Mana. 20 ming so'm, hozir 17 ming chiqdi. Bunisi ham 20 ming so'm, qorasi ham, bolasi katta, bolasi ikkalasi 20 ming so'm, bunisi urg'ochi. Ko'rib, o'zlaringiz baho bering. Mana old tarafdan ko'rinishi, bolasini, onasini.